Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videoda hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan, ko'pchilikni tashvishga solgan va shu bilan birga katta imkoniyatlar ochayotgan tasdiqlandi sarlavhasi ostidagi muhim yangilikni chuqur tahlil qilamiz. Hukumatimiz tomonidan tasdiqlangan yangi tartib-qoidalar, ayniqsa uy-joy qurish va sotib olish masalalariga bevosita taalluqli bo'lib, har birimizning kelajagimizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa yaqin kelajakda uy-joy masalasi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar, shaxsiy uy qurishni rejalashtirganlar yoki mavjud mulkini qonuniylashtirmoqchi bo'lganlar uchun nihoyatda muhim. Bu shunchaki navbatdagi qonun emas, balki aholining yashash sharoitlarini yaxshilash, qurilish sohasida shaffoflikni ta'minlash va byurokratik to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan fundamental o'zgarishdir. Shu sababli videoning oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosing, toki ushbu hayotiy muhim ma'lumotni o'tkazib yubormang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim va bizga yanada foydali kontent yaratishga ilhom beradi. Keling, avvalo muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Avvallari uy-joy qurish yoki sotib olish jarayoni qanchalik murakkab va vaqt talab qiluvchi bo'lganini hammamiz yaxshi bilamiz. Misol uchun, bitta xususiy uy qurish uchun yer uchastkasi ajratishdan tortib, loyihani kelishish, qurishga ruxsatnoma olish, kommunikatsiyalarga ulanish va nihoyat mulkni ro'yxatdan o'tkazishgacha bo'lgan yo'l uzoq va mashaqqatli edi. Bu jarayonlarda o'nlab idoralar bilan ishlash, son sanoqsiz qog'ozlarni to'ldirish, har bir bosqichda navbat kutish va ko'p hollarda kutilmagan to'siqlarga duch kelish odatiy hol edi. Ba'zi hollarda birgina ruxsatnomani olish uchun bir necha oy, hatto bir yilgacha vaqt ketishi mumkin edi. Bu holat nafaqat fuqarolarning vaqtini, asabini va pulini isrof qilardi, balki korrupsiya uchun ham sharoit yaratardi. Chunki odamlar tezroq ishini bitirish uchun qonuniy bo'lmagan yo'llarni izlashga majbur bo'lar edi. Qurilishga ruxsat olish jarayonlari shunchalik noaniq ediki, hatto tajribali quruvchilar ham qaysi hujjat qachon talab qilinishini aniq bilmasdi. Natijada ko'plab qurilishlar noqonuniy ravishda boshlanar yoki yarim yo'lda to'xtab qolar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning aholini uy-joy bilan ta'minlash tartibini yanada soddalashtirish va oshkoraligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi yangi qarori tasdiqlandi va 2024 yil avgustdan boshlab to'liq kuchga kirdi. Bu hujjat birinchi navbatda qurilishga ruxsatnoma berish, yer uchastkalarini ajratish va ipoteka kreditlari olish jarayonlarini tubdan soddalashtirishni nazarda tutadi. Asosiy o'zgarish shundaki, avvalgi o'nlab bosqichli va ko'p idoraviy kelishuvlar tizimi endi yagona bir darch tamoyili asosida ishlaydigan tizimga almashtirildi. Barcha arizalar raqamli platformalar orqali qabul qilinadi va tegishli ruxsatnomalar avtomatik tarzda inson omilisiz beriladi. Bu esa o'z navbatida shaffoflikni oshiradi, korrupsiya xavfini kamaytiradi va fuqarolarning sarson-sargardonliklariga chek qo'yadi. Endilikda barcha ma'lumotlar ochiq va tushunarli bo'ladi. Bu esa fuqarolarga o'z huquqlarini bilish va ulardan samarali foydalanish imkoni beradi. Keling, ushbu yangi tartib-qoidalarni har bir jihati bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy o'zgarish bu qurilishga ruxsatnoma berish jarayonlarining to'liq raqamlashtirilishi. Agar ilgari siz xususiy uy qurish uchun o'rtacha 5-7 ta davlat tashkilotiga murojaat qilishingiz, har biridan alohida xulosa va kelishuv olishingiz kerak bo'lsa, endilikda bu jarayon to'liq yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi. Siz uy-joyingiz loyihasini onlayn tarzda yuklaysiz. Tegishli ma'lumotlarni kiritasiz va tizim avtomatik ravishda, ya'ni inson ishtirokisiz loyihaning shaharsozlik normalariga muvofiqligini tekshiradi. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Dilshod O'rozovning misolini olaylik. Uning bir necha yildan beri yer uchastkasi bor edi, lekin qurilishga ruxsat ola olmayotgandi. Eski tartib bo'yicha u dastlab tuman hokimligidan ruxsat olishi, keyin arxitektura bo'limi, yer resurslari bo'limi, ekologiya qo'mitasi, sanitariya epidemiologiya markazi, favqulodda vaziyatlar vazirligi kabi tashkilotlardan hujjatlarni kelishishi kerak edi. Har bir idorada 25-30 kungacha muddat belgilangan bo'lib, bu jarayon umumiy hisobda 9 kundan 180 kungacha cho'zilib ketishi mumkin edi. Shuningdek, har bir kelishuv uchun turli miqdordagi davlat bojlari va yig'imlar to'lanardi. Ko'pincha bitta idoradan kelishuv olguncha
boshqasida hujjat muddati o'tib ketar va butun jarayonni qayta boshlashga to'g'ri kelardi. Dilshod akaga bu qiyinchiliklar tufayli bir necha bor qurilish boshlashga to'sqinlik qilingan. Endilikda esa yangi qoidaga ko'ra Dilshod O'rozov barcha hujjatlarning pasport nusxasi, yerga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat va loyiha eskizini yagona portal orqali elektron shaklda taqdim etadi. Tizim hujjatlarni avtomatik tarzda tegishli bazalar bilan solishtiradi va belgilangan muddat, ya'ni 15 ish kun ichida ruxsatnoma beradi. Agar loyiha standartlarga mos kelmasa, tizim aniq sabablarni ko'rsatib rad etadi. Bu esa fuqaroga kamchiliklarni bartaraf etish imkonini beradi. Endi unga idoralarga borib yugurish, navbat kutish yoki kimdandir yordam so'rash shart emas. Shuningdek, ruxsatnoma uchun to'lanadigan davlat boji ham sezilarli darajada kamaytirildi. Ba'zi hollarda esa umuman bekor qilindi. Misol uchun, ilgari o'rtacha 9 kun davom etgan ruxsatnoma olish jarayoni endi 25 ish kuniga qisqardi. Shu bilan birga davlat boji miqdori 2 barobar kamaytirildi. Kichik xususiy uy-joy qurish uchun esa ba'zi tumanlarda boj umuman olinmaydi. Ikkinchi muhim jihat bu ipoteka kreditlari olish tartibining soddalashtirilishi. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari uchun subsidiyalar ajratish mexanizmini optimallashtirdi. Endilikda subsidiyalar ijtimoiy reyting asosida beriladi. Ya'ni oilaning daromadi, oila a'zolari soni, turmush sharoiti, nogironligi borligi va boshqa ijtimoiy mezonlar asosida ball beriladi va eng yuqori ball to'plaganlarga birinchi navbatda subsidiyalar ajratiladi. Masalan, 3 farzandi bor uy-joyga muhtoj oila boshlig'i Feruza Qodirovaning holatini ko'raylik. U ilgari ipoteka subsidiya olish uchun bir necha marta murojaat qilgan, ammo har safar kvota yetishmasligi yoki mezonlarga mos kelmasligi sababli rad javobini olgan. Eski tizimda subsidiyalar taqsimoti ko'pincha subyektiv omillarga bog'liq bo'lib qolar. Ba'zi hollarda tanishtirish orqali ham masalalar hal qilinardi. Yangi ijtimoiy reyting tizimi esa bu jarayonni shaffoflashtirdi. Feruza Qodirova endi o'z arizasini davlat xizmatlari markaziga topshiradi va uning oilasi barcha mezonlar bo'yicha baholanadi. Uning oilasi 5 kishidan iborat, erining o'rtacha oylik daromadi belgilangan chegaradan pastroq, uzoq yillardan beri ijarada yashaydi va ijtimoiy xarid talashda yuqori balga ega. Natijada u ipoteka kreditining bir qismini qoplash uchun davlat subsidiyasini oldi. Bu esa Feruza oilasiga arzonroq yangi uy sotib olish imkonini berdi. Bunday subsidiyalar doirasida boshlang'ich badalning 25% yoki foiz to'lovlarining ma'lum qismi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Bu esa fuqarolarning moliyaviy yukini sezilarli darajada yengillashtiradi. Uchinchi muhim o'zgarish bu yer uchastkalarini ajratishdagi shaffoflikning oshirilishi va yer oldi-sotdi munosabatlariga yangi yondashuv. Ilgari yer ajratish jarayonlari ko'pincha yopiq eshiklar ortida amalga oshirilar. Yerga ehtiyoji bor fuqarolar uni qanday olishni bilmasdi. Endilikda yer uchastkalari e-auksion elektron savdo platformasi orqali ochiq-kimoshdi savdolarda shaffof tarzda sotiladi. Bu tizimda har bir xohlovchi o'ziga ma'qul yer uchastkasini tanlab, uning uchun kurashishi mumkin. Bu esa adolatli raqobat muhitini yaratadi va yer taqsimotida korrupsiyaning oldini oladi. Masalan, tadbirkor Alisher Rahimov o'zining kichik ishlab chiqarish korxonasini kengaytirish uchun yerga muhtoj edi. Ilgari u hokimiyatga bir necha bor murojaat qilgan, lekin har safar yer yo'q yoki hujjatlar to'liq emas degan javoblarni olgan. Endilikda Alisher e-auksion portaliga kirib, o'ziga yaqin hududdagi bo'sh turgan yer uchastkalarini ko'rib chiqdi. U talab qilinadigan hujjatlarni onlayn yuklab, kimoshdi savdosida ishtirok etdi va adolatli narxda yer uchastkasini qo'lga kiritdi. Bu yerning joylashuvi, infratuzilmasi va boshqa xususiyatlari haqidagi barcha ma'lumotlar platformada ochiq ko'rsatilganligi sababli u o'z qarorini ongli ravishda qabul qila oldi. Tizim yer resurslaridan samarali foydalanishga ham hissa qo'shadi. Chunki yerlar endi o'z egasini tezroq topadi va iqtisodiyotga kiritiladi. Endi esa kim xavotir olishi kerak va kimga xavotirlanish shart emasligi haqida gaplashaylik. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda avvalgi tartib-qoidalar asosida qurilishni boshlagan, lekin ruxsatnomalari to'liq bo'lmagan yoki umuman bo'lmagan shaxslar xavotirlanishi kerak. Yangi qoidalar qurilish sohasidagi qonuniylikni yanada kuchaytiradi. Noqonuniy qurilishlar uchun jarimalar miqdori oshirildi va ayrim hollarda bunday obyektlarni buzish bo'yicha qarorlar qabul qilinishi mumkin. Masalan, agar siz uy-joyingizga qo'shimcha bino qurgan bo'lsangiz va bunga ruxsatnomangiz bo'lmasa, yangi tartibga ko'ra
sizga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishi mumkin. Endi davlat nazorat organlari mavjud noqonuniy qurilishda aniqlab, ularga nisbatan tegishlilarini faol ravishda aniqlab, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rishga majbur. Holat bo'lsa, tezda davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, qurilishni qonuniylashtirish yo'llarini o'rganishingiz shart edi. Ikkinchidan, o'zining ijtimoiy holatini noto'g'ri ko'rsatib, ipoteka subsidiyalar yoki boshqa imtiyozlarga erishmoqchi bo'lganlar ham xavotir olishi kerak. Yangi tizim ma'lumotlar almashinuvi va tekshiruvlarni kuchaytirgani sababli har qanday noto'g'ri ma'lumot tezda aniqlanadi va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, soxta ma'lumotlar asosida subsidiya olgan shaxs nafaqat pullarni qaytarishga majbur bo'ladi, balki ma'muriy, hatto jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Kimga xavotirlanish shart emas. Aksincha, qonuniy yo'l bilan yer uchastkasiga ega bo'lgan, qurilishga ruxsatnomasi bor yoki uy joyini sotib olgan shaxslar uchun bu yangiliklar hech qanday xavotir uyg'otmasligi kerak. Ularning mulk huquqlari to'liq himoyalangan va yangi tartib-qoidalar ularga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, agar sizda barcha hujjatlar joyida bo'lsa, yangi tizim orqali qo'shimcha imtiyozlardan foydalanish imkoniyatlari ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, kommunikatsiyalarga ulanish jarayonlari soddalashgani hisobiga. Shuningdek, uy-joy sharoitini yaxshilashni rejalashtirayotgan, lekin buning uchun yetarli mablag'i bo'lmagan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun bu yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Endi ular uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yanada aniq va shaffof bo'ldi. Endi esa yangi tartib-qoidalarning ba'zi nozik jihatlari, kutilmagan to'siqlari va e'tibor berilishi lozim bo'lgan nuanslari haqida gaplashaylik. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi e'tiborga molik holatlar mavjud. Birinchidan, raqamli o'zgarishlar hali ham hamma hududlarda bir xil darajada ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Katta shaharlarda, Toshkent, Samarqand, Buxoro raqamli platformalar to'liq quvvatda ishlayotgan bo'lsa-da, olis tumanlarda yoki qishloq joylarda internetga ulanish bilan bog'liq muammolar yoki aholining raqamli savodxonligi pastligi sababli eski qog'oz usulida murojaat qilish zarurati yuzaga kelishi mumkin. Masalan, Sirdaryo viloyatining O'g'oltin tumanidagi bir qishloqda yashovchi fuqaro uy qurish uchun ruxsatnoma olishga harakat qilganida, internet tezligi pastligi yoki kompyuter savodxonligi yetarli emasligi sababli onlayn arizani to'ldirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bunday hollarda davlat xizmatlari markazlariga shaxsan borib, xodimlardan yordam so'rash tavsiya etiladi. Ular sizga elektron arizani to'ldirishda yordam berishga majburdirlar. Bu garchi tizim raqamlashtirilgan bo'lsa-da, amaliyotda hali to'liq mukammal emasligini ko'rsatadi. Ikkinchidan, ayrim yer uchastkalarining maqomi bilan bog'liq bo'lgan cheklovlar mavjud. Yangi tartib-qoidalar qishloq xo'jaligi eralari qo'riqlanadigan hududlar, masalan, madaniy meros obyektlariga yaqin hududlar yoki suvni muhofaza qilish zonalari kabi alohida maqomga ega bo'lgan yerlarda qurilishga nisbatan qat'iy cheklovlarni saqlab qoladi. Masalan, siz auksion orqali yer sotib olmoqchi bo'ldingiz, lekin u yerning maqomi qishloq xo'jaligi erlari deb belgilangan bo'lsa, siz u yerda turar joy bino qurish huquqiga ega bo'lmasligingiz mumkin. Yoki tarixiy obida yonida joylashgan yerda qurilishga ruxsatnoma olish uchun qo'shimcha kelishuvlar talab qilinishi mumkin. Ushbu nozik jihatlar yer sotib olishdan oldin yoki loyihani rejalashtirishdan avval e'tiborga olinishi shart. Har doim yerning maqomini va unda qanday turdagi qurilishga ruxsat berilishini aniq bilib olish kerak. Bu ma'lumotlarni kadastr agentligining ochiq ma'lumotlar bazasidan yoki davlat xizmatlari markazlari orqali olish mumkin. Uchinchidan, qurilish materiallarining sifatiga doir yangi talablar va standartlar. Yangi qonunchilikda qurilish materiallarining ekologik tozaligi, energiya samaradorligi va mustahkamligi bo'yicha xalqaro standartlar joriy etilmoqda. Bu esa kelajakda quriladigan uylar sifati yaxshilanishiga xizmat qiladi. Biroq bu o'z navbatida qurilish xarajatlarining biroz oshishiga olib kelishi mumkin. Masalan, siz uy qurishni rejalashtirganingizda eski, arzonroq, lekin standartlarga mos kelmaydigan materiallardan foydalana olmasligingiz mumkin. Bu holatda siz yangi, sertifikatlangan va qimmatroq materiallarni xarid qilishga majbur bo'lasiz. Bu xarajatlarga uy qurishni boshlashdan oldin hisob-kitoblarni amalga oshirishga e'tibor qaratish lozim. 4-dan, ipoteka kreditlariga subsidiyalar borasida.
Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari uchun subsidiyalarni davom ettirayotgan bo'lsa-da, endilikda ularni olish mezonlari yanada qat'iylashgan. Ijtimoiy reyting tizimi har bir fuqaroni adolatli baholashni maqsad qilgan bo'lsa-da, ayrim hollarda barcha shartlarga mos keladigan oylar ham cheklangan kvotalar tufayli subsidiyasiz qolishi mumkin. Bu degani subsidiya olish uchun faqat ijtimoiy reytingda yuqori ball olish emas, balki arizani imkon qadar tezroq topshirish va barcha hujjatlarni benuqson holatda taqdim etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kvotalar har yili cheklangan miqdorda ajratiladi va talab taklifdan yuqori bo'lishi mumkin. 5-dan ko'p qavatli uylar qurish bo'yicha cheklovlar va shaharsozlik qoidalari. Yangi qonunchilik ayniqsa Toshkent shahri va boshqa yirik shaharlarda yer osti kommunikatsiyalarga yuklamani kamaytirish maqsadida baland qavatli uylarning qurilishi joylari va zixligiga nisbatan yangi cheklovlar joriy etdi. Bu shahar infrastrukturasi haddan tashqari yuklanmasligi va aholining yashash sharoitlari yomonlashmasligi uchun qilingan. Agar siz dastlab 9 qavatli bino qurishni rejalashtirgan bo'lsangiz, endilikda belgilangan hududda faqat 5 qavatli bino qurishga ruxsat berilishi mumkin. Bu ayniqsa tadbirkorlar va qurilish kompaniyalari uchun loyihalarni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi va har bir yer uchastkasi uchun shaharsozlik rejasini diqqat bilan o'rganishni talab qiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu yangiliklardan maksimal darajada foydalanish va hech qanday muammoga duch kelmaslik uchun amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Axborotni tekshiring va doimiy kuzatib boring. Birinchi navbatda davlatning rasmiy axborot manbalariga, masalan, huquqiy axborot portali, Lexuz, vazirlik va idoralarning rasmiy veb-saytlariga muntazam kirib turing. Yangi qonun va qarorlar tez-tez o'zgarib turadi. Sizning hududingizga oid qo'shimcha hujjatlar qabul qilinishi mumkin. Yangiliklarni o'qish uchun kuniga 5-10 daqiqa vaqt ajratish kelajakda katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. 2. Davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Agar sizda uy-joy qurish, qonuniylashtirish yoki ipoteka masalasida savollar paydo bo'lsa, eng to'g'ri yo'l davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishdir. Ular har bir tumanda mavjud va barcha turdagi davlat xizmatlari bo'yicha batafsil ma'lumot bera oladilar. U yerda mutaxassislar sizning vaziyatingizni o'rganib chiqib, aniq ko'rsatmalar berishadi. Murojaat qilganingizda o'zingizning shaxsiy hujjatlaringiz, pasport, shuningdek yerga yoki mavjud mulkka oid hujjatlaringiz, kadastr hujjatlari bilan boring. Bu jarayonni tezlashtiradi. 3. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz dan faol foydalaning. Agar sizda internetga kirish imkoniyati va kompyuter savodxonligi mavjud bo'lsa, barcha arizalarni my.gov.uz portali orqali onlayn topshiring. Bu vaqtingizni tejaydi va jarayonning shaffofligini ta'minlaydi. Ro'yxatdan o'tish juda oddiy. Portalda har bir xizmat bo'yicha batafsil yo'riqnomalar va talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati berilgan. Ariza topshirishda quyidagilarga e'tibor bering. Pasport ma'lumotlaringizni aniq kiriting. Yer uchastkasiga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr nusxasini elektron shaklda yuklang. Qurilish loyihangizning eskizini yoki texnik pasportini yuklang. Agar loyiha hali tayyor bo'lmasa, mutaxassisdan yordam oling. Ipoteka subsidiyasi uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomani, oila a'zolari tarkibini tasdiqlovchi hujjatlarni, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari ilova qiling. 4. Hujjatlaringizni doimiy nazorat qiling va nusxalarini saqlang. Har qanday arizani topshirishdan oldin uning nusxasini saqlab qoling. Elektron ariza bo'lsa, tasdiqlanganligini ko'rsatuvchi raqamni yoki kvitansiyani saqlang. Bu kelajakda nizolar yuzaga kelganda sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Har qanday xizmat uchun to'lagan davlat boji kvitansiyasini ham aslo yo'qotmang. 5. Mutaxassisdan maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, meros qilingan yer, mulkni qonuniylashtirish bir nechta mulkka egalik, qurilish yoki huquq sohasidagi mutaxassis yuridik firmaga murojaat qilishdan tortinmang. Ularning maslahatlari ba'zan kichik bir xato tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan katta yo'qotishlarning oldini oladi. Xulosa qilib aytganda, bugungi videoda tahlil qilganimiz tasdiqlandi. Sarlavhasi ostidagi yangi tartib-qoidalar O'zbekistonning qurilish va uy-joy sohasida jiddiy o'zgarishlarni boshlab berdi. Bu o'zgarishlar birinchi navbatda
aholining turmush sharoitini yaxshilash, byurokratik to'siqlarni bartaraf etish va shaffoflikni oshirishga qaratilgan. Yangi tizim fuqarolarga uy-joy qurish va sotib olish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtiradi va imkoniyatlarni kengaytiradi. Biroq har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi nozik jihatlar va kutilmagan to'siqlar mavjud bo'lishi mumkin. Ularni oldindan bilish va ularga tayyor turish juda muhimdir. Biz sizga kerakli axborotni taqdim etishga harakat qildik. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi va hayotingizdagi muhim qarorlarni qabul qilishda yordam beradi. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam beradi va bizga kelgusi videolarda aynan sizni qiziqtirgan mavzularga to'xtalish imkonini beradi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga doim dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.